Azizlar, troykamiz bor. Troykada nima kiradi? 4 eshikli gorka, 1 eshikli pinal va chiroyli kamoti bor. Razmerlari opisaniyada qoldirmaymiz, narxi bilan aytamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Xullas 210, gorkamiz balandligi 240, juda chiroyli, skromli, bogat ishlangan, ranglari ham sochli. Pinalimiz orqasi to'rtburchak, uglovoyga tushmaydi, burchakka tushmaydi. O'zi to'rtburchak, shakli shunaqa. Balandligi 240, eni 75, 80 ga joylashadi, oyog'ini hisobga olsangiz. Orqa taraf 75 ga joylashadi. Kamotimiz 2 metr. Balandligi 230 bo'ladi. 4 eshiklari bor. Mana bu eshikni ochsangiz, polkasi bor. Ko'p kishi so'raydi, polkali bo'ladi. Mana polkasi bor. O'rtadagidagi polka bo'lmaydi, faqat shishadan polka qilingan bo'ladi. Azizlar, bu komplektatsiyamizni holatli ideal sostoyanida original Xitoyniki. Narxini $850 ga berib yuboraman. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarim bor, telefon qilib bog'lansanglar, juda xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling.